Qora Murutjon otam bo'ladi. Berkisi menman. O'sha otamizni Ergash Mo'yloy deydi. Meni Odil Mo'yloy deb taniydi. Bor baraga. Ha, qarasan, senga gapiryapmiz. Biz xolis, menga qara. Xolis ish bizniki. Bor. Xursand, bor baraga. Davdolchi o'sha bozorga kirganda, bozorda o'sha narx-navoni cho'g'lab bilish kerak-da. Birovni kuydirib bo'lmaydi. Eldan elga napdek. Kursosim 90 mingga. Bor baraga. Ana, sen tursan 100 ga sotar edik. Ya sen bo'sh ketding. Bismillah. $350 o'rasan. Qilgan narxiga, bozor narxiga sotaversan. Shunaqa 4 yashar oddaysan. Ularni ko'rgan yo'q, menga ham o'rgatil deysan. To'g'ri gap gapirib bozor bahosiga sotasan-da. Turdiganmisan? Bo'pti. Inshaalloh. Ro'z bozorning ishlarga rivoj etsin, yeritim tinch olsin, osmon musaffo bo'lsin. Shunday yaxshi kunlarda yashayapmiz. Allohga bemeyor va beadad shukronalar bo'lsin. Ellikimiz doim tinch olsin. Allohga shukr. Mana xudo xolasa bugun bozor kuni. Bozorga ketyapmiz. Bozorga borib, qo'ldan kelgancha xizmatini qilamiz. To'ychimizni o'tkazib xolis. Mana bozorga yaqinlashib qoldik. Mana shu yerdan bozor boshlanadi. Odilova bozor bitdi-da. Ha, endi boshlanadi. Qanday? Salomat, sog'lik. Salomat, ahvollar yaxshimi? Sog'liklar. Ahvollar yaxshimi? Abaka, qandaysing? Deb mana O'roz akangni olib kelaverasing. Ular chorchilar bo'g'a. Ya siz sal kattaroq chorchoq ketasiz. Ham malolingga bermay o'zim kichik beraver. Mana shunaqasi, mana o yerdan bu yog'i turba mana. Jilqi bozori mana shu Navesgacha. Bu Navesni biqini Novos bozori. Uning har yog'ida uy bozori, sigirlar sotiladi. Undan keyin qo'y bozori, undan keyin mana yerda to'rpoq bozori sotiladi bo'ladi. Voy. Ya Allah. Nima shuni qilatasingmi? Qancha qilding? 88. Dedingni menga aytib qo'ysam men bitkazaman. Yo'q, oz bersin. 88 emas, 90 beradi. Bitti. 90 beradi namoz. Ha? Ya onun üstün verdi. Yo üstünü verme. Endi üstüge bir ekimga olma, aqlasing. Shu Allah 95 ga kecha jonimni qotdi. Yo endi u modara yo nasr ya bo'lgandir. Yo 90'ını beradi. Yo men qaranaman seni o'zingga dedim. Bir To'xta sen. 90'ını berasin ya. Yo namoz. Şu ol. Menga qarasan. 95'ing u yo'q pul. Hozir mana 90 sanaladigan pul, bor pul. Onu ham qo'yib ketdim. Kushda men aytdim ku minadi. Rangini qara. Ke. Bor baraga. Ha qarasan, senga gapiryapmiz. Ming so'm qo'ydi. To'xta sen ham. Qancha? Sen. 90 ming so'm ela. Oturancha pütürledi. Bak 90 ming so'm, bol. Kursosim 90 mingga. Bor baraga. Ana. Şart bitti bak, gel qoldir. Qanday şimdi dezoli yaxshi? Bitti mi? Ha bitti 90'ga.
Hadi. Tek dursan 100'ge satardık. Ya sen boş gitti. Endi pul kerak. Pul kerak olib keldim. Manda qilasan. Nima qilyapsan? Otni narxi go'zang tek qo'yib bo'ldi. Endi 2 ming so'm senga qo'yib beradi. Nima deysan? Ey, Ulug' oxirgi so'zim olasizmi bu? 2000 so'm qo'ymasam Men sizga yarildi. Yo'q, sen qo'ysa qo'ysa yarildi. 100 ming bering sizga dedim. Endi menga qara. O'zim 1 100 yil ming. To'xtab tur. O'zini o'zi O'ziga ichim to'g'ri. kesgan emas. 2 ming so'm yo'l qo'yib berasiz. Biz xolis menga qara. Xolis ish bizniki. Bak, xursand. Var baraka. Daldalchi o'sha bozorga kirganda bozorda o'sha narx-navoni choglab bilish kerak-da. Birovni kuydirib bo'lmaydi. Shu xolislik qilsang, o'zi Alloh bu ham bir Alloh bergan ilm bu ham. Buni hamma ham qilavermaydi. Bu mashin xolislik bilan shu otni shunchagacha bo'lsa shu bitkazib qo'y deb borasing. O'shaga egasi ham ma'qul bo'ladi, ola turgan ham ma'qul bo'ladi. Salomat ahvollar yaxshimi? Ot bordi uyda. Hı. Olib kelishgan aytgan. Keling. Yo'q ketay. Yo'q ketavering. Mayli. Bo'ldi. Xaridorga solganingiz yo'qmi? Yo'q. Xaridorga solsam men olmayman. Yo'q, solganim yo'q. Bardorga solganim. İlk yaşar ekan, toyta. Ishini ko'rsangiz. Hozir qancha qilyapsizlar? 205 ming. Men 100 kilo vazmira solmog'im bor. Shunda qo'shsam ko'tarasin. Bo'ldi, bering. Xolis jipchaching. Men ham menga qara, bu to'g'ri gap emasmi? Mana unga 210 ming so'm pul beradi. Men 200 ming mayda pul yo'q. Men ishlarim bitib ketsa men manda ish qilaman. Men shiringani ko'ramasman. Men ikkita mo'min ishni bitkazib bo'lganda o'sha sog' bo'ladi. Nima deysan? Xursandchilikmi baraka deysanmi? Menga qara. Bozorda yaxshi baho bo'ldi. Bak, xursandchilik bilan. Beraman. Bor baraka deyki shuni. Ya sana qog'onidan qoladan jo'nni ber. Mana ham to'g'ri sotib olib pul qilib olib olyapti. Xudoga shukur da menda har doim to'g'ri. Bor baraka deygina. Bekorchilik pul foyda qilasan. Bor baraka tepasan. Pul barakali pul ama. Maydasi yo'q. Bor baraka. Xolasa ziyon qilmaysiz. Ve 210 ming so'm. Unga bermayapsan, bering. Aybek ot uka. 10 uyda bermay tushdi. To'xtamda qilasan. Menga qara, uyda berma 5 yil desa. Bumuzi ketaveramiz. Halolini suylab sotyapman. 5 ming so'm bermayman. Menga qara. 5 ming so'm pul beradi. Men mayda pul. Sen yo'q to'xtab tur, men gapirib olg'isiz. Daramani daxilish ko'rmaysan. Ya deganim yo'q. Yo'q, hozir men gapirmasdan turib qo'ydim. Aybek yondirin. Bunda qo'shqon sayin qatib olsam, bunda eshitib bitirib. Bor 5 ming so'm. Sotaman deb olibdi. Aybek. Sotaman. Aybek. 215 ming so'm pul beradi. Biroq sen o deysin aka, bu pulda ham tosh o'ng'ay emas-da. 215 ming so'm erkakchida. Endi Osiyo qolib degan maysiz bu yog'ini aytmay qol. Aybek endi misol uchun uydagilar qilib o'sha. Va shu biyani tayda keldim, qulunini ko'tarib aka. Qo'zg'ib tur aka. Shunchalik nasib qildi, shunga kelib o'tirsan. Nasib hozir. Menga qara, 15 ga mana oshirdik-ku. Ye shu o'lib qoladi-da endi ko'tarmasangiz. Mana shu 3000 kilometrga olib kelishim. Ya mola endi shuni ko'tarib kelganing uchun pul bo'layotadi-da, bo'lsa bering 100 mingga ham ayt bolasi yo'q bo'lsa. Aybek Jackson ne bo'ldi? Berdi o'smay. Yo'q, beraman. Aybek, ey. Ha, 115 ming ey. Men qara. Qo'shni so'z. Buni aytishga o'ylaydi. Aybek, Samima hojatdan so'zi. Aybek mondayda. 215 ming so'm. Menda mayda pul yo'q. Qo'shilib qoldi Aybek. Bor, xursandchilik. Ona sen taraf bo'ldi-da, men bori. Bir-biriga. Hozir ham menga bor. o'shaning uchun ketdi sana. Bor. Hoja keyin bir bolam bilib qo'shadi. Yo'q endi. Hech kim bilmaydi hech bilan. Buni Alloh biladi hammasi. Bilguvchi Alloh. Menda qilasan endi. Bu 200 to'xtab tursan. Hoji bu. Bir gapiramiz. Qo'shing. Endi menga qara, tilda olasan. Ya Allohning Endi tilda olasan. Mana bu baytalikni 250 chog'laysanmi, 300 chog'laysanmi? Baytalikning narxi 220 ming so'm pul beradi.
Boshqa gap sig'maydi. Xursandchilikmi? Menga qara, menga qarama. Bak xursandmisan deydi. Yemi ot. Endi menga qara. Bak xursandmisan deydi. Bor desang, bor bersan. Beraman buradan. Beraman yaqinlab qol. Mana gapini yeydimi deb gapiryapti. Men hozir ish qilyapman. Beraman deyapman. Bor baraga. 15 beravering hoji aka bu uchun. Yo'q, chunki to'xtab tur, sen ham shashmasang. Menga qaragi baraka aytgin. Bir gap yegin. Bor. Sotaman xudo. Bor. Bor kere. Geri. Bor, xursandmisan? Aybek. Bor xursand. Elden borib 10 ming oshcha bo'ldi. Ozgina odamni ham qadrlab qo'yar ekan. Onchalik bir yo'lani. Onchalik quv Aybek. Bular men shiringani ko'rmasman. Mana hol ishlarim. Bor, xursandmisan deb qo'ygin. Mana yaxshi nima emas. Aybek onchalik qo'y. 10 puldi deding 10 ming oshcha bo'ldi. Dozi bo'lib ber qo'y endi. Aybek. Xudoga shukr qilaver. O'zingni lazini ham olyapti. Men ham yolg'on chiqmayapti. Chiqmay turadi Adilon. Hozir daftarda yozuvlari ham bor, ko'rsangiz. Yo'q, mayli. Ya uni Aybek. Aybek, mana menga qarama, gapimizni olganda sen ham yog'ini Olaman, hojat. bo'ldi 20 ga. Aybek, qosim bo'ldi. Xursandmisan deb qo'y. Aybek, Yana bola oldi bu. Yana bola. Aybek. Seni burdin qildi, bak. Xursandmisan deb. Bering. Zokirga qara. Qo'y Aybek, unda qo'y. Yetib qoldi zaka. yetib qoldi. Ularga tashamay aytadi. Aybek. Xudo xolasa alaq qo'rqadi. Plom takoni bo'ldi Aybek. Bular yaxshi pul oldi. Aybek arzon chog'i bo'ldi. Aybek. Aybek. Men qara. Bor ekan sotib o'tasan. Bova. Yo'q bo'lsa men sotasin deydi. Yemi shunchalik eldan elga nab deydi. Bular olib borib oqko'z qorako'zga kichik bir narsa oshirayin deb keldi. Lekin bo'ladimi 220 bo'lmaydi. Aybek. Bo'lmaydi. Gapda oli. Bor ya. Zokir endi gapni oldi-da, Zokir. Ey bola. Menga qara, shuni agar bo'ladigan bo'lsa men u deb to'g'rilayman. Bor baraga degan yaxshi pul oldi. 5000 arzon bo'ladi, 5000 qimmat bo'ladi. Bor baraga deb. Yo'q Aybek. Aybek mondayda. Hozir ko'z bor berakan ekan ko'zlar xolos hech kim qo'yadi. Aybek, buna hoji qo'shib Gap bo'ldi, rostmi? yo'q orqaga. Aybek hozir ketilimi? 2000 so'm pul berasiz. 3000 so'm 2000 so'm berasiz. 3000 to'xta. Pul berasiz. Menga qara. Aybek 2000 so'm. Aybek zetele jon sot. Aybek jon sot. Acha. Kaçta yaxshi qaysini bitirdingiz? O bu ya. 223 ming. Ko'r somon yo'qsa ol deyapti-da telefon qilib. O'shingiz Yo'q, men yo'q. Men qatnashish lozim. O'zi daldalchiga hozir men olvamu eka tomondan maqcha beradi. Shiringana deb qo'ydi uni. Uni biz tushunganimiz uchun birovga sen berasing demayman. Sabab uni shiringanani manoncha berasing desa u harom bo'lib qoladi. Bu 5 kunlik dunyo deydi buni. Ertaga bu bar so'roq javobi bor. Men manoncha berasing deding, u harom bo'lib qoladi. Bola chaqaga yegizadi, haromlik bo'lib qoladi. Bolalar ham didingday bolalar chiqmaydi. Ko'ngildan chiqarib berib, orqangdan kelib bir mabodo berib qolsa, men mashinam bor, men mashinaga to'lga bizin qo'yam. Bizinga ajratib qo'yaman. Uni oqchani bola chaqaga non olib kelgan, go'sht olib kelgan. Qolgani tiriklik manyaqda o'zi jetadi. Mana olamiz, sotamiz. Endi o'sha bozorda yuramiz. Misol o'sha ot sotayotgan ham xursand bo'lib beradi bizga otlarni. 250 ming beradi. Berasiz. Ha ana, sen tangaligisisan da. Ne deysiz? 250 ming xursandsiz. Yo'q. Do'konga xolis mana. To'g'ri. Payda, geyda payda yo'q bo'ladi, tamam, tarbiyasi yo'q, ochiqida. Ha, endi o'sha tarbiyasi yo'q bu pulda. Shoda ham bundan hozir payda jeveli birer yo'l bunday. Bu tarbiyasi yo'qdi, sotib hozir maza qilasan. Nimaga o'zing butat. Berasiz sen berasiz. Bering. Oqchadan berasiz. Bering. Yo'q. Berasiz. Jetdi o'zi. Baho. Az qoldi jetishni. Ha, ana mana bu. Birer yo'l berib emas. Yo'q, mayli, puliga berib iltimos qilsang beraman-ku, hali puliga yetalaysan. 5000 so'm beradilar pul berib. 5000 so'm o'zingiz aytdingiz. Bardig'ini bilasizlar do'kasiz-ku. Pulna jetda. Siz o'zingiz aytdingiz. Sen avliyo bo'lib qolgansan. Yo'q, jetda pulna.
İzne dedi sözünü. İzne beriңiz. Gelesmi? Jarjol veriyorum, götürüp durgan çam çay. Enteri de bir üstüden. Gördüğüm kayağa göz örgünetti bu. Ne desen kıl yaptı. 255. 60 veriyorsun 5000 lirasını. Bunları sizler faydalananlar men boldur. Büyük ödüm de konser. Ya 350 geri paydalanlar deyiverem tabii. Uşağı yakışmıyor. Çok çıkar. Yemeği kullan hala. Ya. Karısmana bizim çıkmayız o. Yerin ne ki? Bana etmeyi 5 üstüne satıyorum ben. Olgandan için satıyorum ne ki? Ben kadar beretim. Ümit Kettay'dı. Mal sen her durup bugün gibi o gabingi üreteceğim sen gel. Yerin ne onu? Yo, sen sen mi? Üstüne boşta satıyorum. Ha mal bu. Sen geldin bana. Hurmatınız hep şu. Ya nasıl neydi sizin hurmatınız? Ova. Kaç kalan yok mu? Maydalagan yok mu? 5000 lira. Ha beri vermez. Şır berinle şır bulur. Bugünkü pazar elinde malağı Coz bazarçılıyor adamlar ekin tekeminden ağır bolup kamrak geldi. Bu yaxşılık oldu. Endi daha bir aydan keyin yana yaxshi bo'lib ketadi, bundan yaxshi. Endi bugun bozorda yaxshi mana savdolar bo'ldi. Yaxshi otlar sotildi. Mana shunaqa qilib mana bozor tugatdik. Endi uyga qaytib o'tamiz endi. Bo'pti Murod, hali boraman. Hali kechlar. Bo'pti. Mana bozor tugatib qaytdik endi. Mana endi kelyapsan sen uxla. Salomat. İyi, bunu amin akam bunu tele. Dur suraş koysun bu. Öt. Yok ben nerede şimdi bana ver. Metrulma ama senin. Tohtam ağaç minip getir tohtamdır. Azmi ona. Ya assalamu aleyküm. Ne otar yürüyen otar. Selamat dizdalı işte yazıyor. Selamat berdan bakvat. Ayaksız tinceliyler. Azal orman imam böyle. Dizdalı ya ayaksız. Sen bolun. Tinceliyler ya. Hiç benim var. Zamsız gökçe yüreğini kanı. Allah'ım. İmam böyle. Ayetleriniz olsun. Olacak Allah'ın gözüyle. Maşına yürüyorsun. Rahmat. Rahmet ece. Rahmat. Ya Allah olasın. Hazırlı görüşen adam eski ulaq polvon bu. Yaxşı adam bugün 90 törge çıktı. Ya ayak solaştı. Ha bu bir ulaq çok gelmişti. Mayda pulu yok mu? Mayda pul yok olsa koyuverirsin be. Ya kep. Bok Türkan. Kolxozda tug'ilganman, mana shu yerda o'sganman. 6 yasharimdan mol bozorga chiqqanman. Xo'sh, mol savdoni o'rganib, ot savdosini o'rganib, shunday bo'lib, shu savdogarchilik qilganman. Armiyaga borib kelgandan keyin kolxozga bir 3 yil ishlaganman. Keyin undan keyin qassobxonada 17 yil qassobchilik qildim. 5 ta bolam bor, 3 o'g'il, 2 qizim bor, 15 ta nevara bor. Endi shularni mana baxtini ko'rib, shohlab yuramiz yashab. Men o'zi bozorda o'sha 6 yasharimdan kirsam, bozorda propuskat qilgan emasman. Shu bozorda yurib, bundaqa dal-dal bo'lib, oqchalatirgan dalal emasman. Shu birovlarni ishini butkörib, o'zim o'sha yerda haftasiga 2 ta, 1 ta ot olam. Shunday qilib, tiriklik qilib, bola chaqa boqib yuramiz. Mana hozir pensionerman. 72 ga chiqdim.
Mana Xudoga shukr, tiriklik o'tib o'tadi. Endi shu bozorga kiraversangiz buni narx-navosini bilib qolasiz-da. Ana misol uchun uloqchi otlarning narxi ko'chada uyida bo'ladi. Xo'sh, hali sinalmagan, tarbiya ko'rmagan otlar bozorga kiradi. Shu tarbiyasi yo'q, yaxshi otlar ham kirib qoladi. Buni olib tarbiyalash kerak. Buni 1 yil, 2 yil tarbiyalang. Tarbiyalaganda anan uloqqa cho'vatirgan ot olib, otni esi odamning esidan kuchli desa ham bo'laveradi. Yaxshi gapirib uyretsangiz, nimani uyretsangiz shunga uyrenadi. Bu oti qirol. 4 yasharga to'lib 5 ga ketib o'tadi. Hozir bu yemni yeb uloqqa cho'vatirgan qiyomi keldi. 2 yil bo'ldi qo'limizga kelganiga. Mana endi 3 yilda bitta odamning qo'lida 3 yil turgandan keyin ot o'sha qaydaga xarakteri bor, nima ish qiladi, qanday yuradi, qamchi jeva hammasini bilib olasiz, ahmini olasiz. Bu otlar endi qamchi yemaydi. Otni kallasiga urdirib ham, mana shunaqa qilib tarbiyalab, saraton chilla degan mahalda xolaganicha shu oldin oshib qo'ychi yem beraman. Qolgan mahalda bunday qilib rejimidan qaraymiz. Endi yaxshi, hozir bu otimizning bo'yi 1.84. 1 metr 84 santimetr. Uloqqa o'rgatib o'g'il uloq chopadi. Uloqqa o'rgatib bitta xudo xolasa, qaydaqa uloq bo'lsa, ham uloqqa yaraydi olib qo'ygan. Bitta ot 1 yilda 1,5 ming dollar yeydi. Yem o'tib bo'lib. Shuni o'shna qilib oqchaga, bu bari oqchaga sotib olamiz. Ulushimiz bor, ulushga beda ekkanmiz, beda bizga 1 oyga ham yetmaydi, 50 sotiyday beda. Ot tushagan odam kam bo'ladi. Ot tushagan odam doim bodri bo'ladi-da. Ana qarib aytam. Otni minsangiz, xuddi qulog'ini tagida bir shedan kanyayi bor buni. Kayib qilasizda. O kanya degani, u kayib qilganingiz o'sha kanya. Ot qulog'i tagida kanyayi bo'ladi. Buni bu uyda boqqan o'sha 2-3 yil boqqan otlarni barini uydan sotamiz. Uloqqa olib borib, uloqda sotamiz. Uloqda ko'rib, uyga keladi, uyda baholashib olib ketishadi. Qardor Qozog'iston, Tojikiston, O'zbekistonga hozir Tojikistondan kelolmay qoldi. Hozir O'zbekiston, Tojikistondan keladi. Ana Afg'onistonga ham ot sotganman. Afg'onistondan ham buni keladi. Men bir otimni o'sha mahalda 80 ming dollarga ot sotilar edi. O'sha yaxshiligidan o'sha ot 80 ming dollarga sotilgan. Bundan 10 yil burun. 80 ming dollarga Qozog'istondan kim edi, bilmayman. Yorqin degan bir bayvachi olib ketgan. Hozir ham chopib o'tadi o'sha ot. O'shanda yaxshi ot chiqadi-da, bunga bersangiz beradi-da. Asha Murutjon, qora Murutjon otam bo'ladi. Berkisi menman. O'sha otamizni Ergash Mo'yloy deydi. Meni Odil Mo'yloy deb taniydi. Endi shu savdogarchilikda yurganmiz, otni qormab, otsiz hayot bo'lgan emas bizda. Vaqti kelganda ana shu otlarni hukumat olib qo'yganda ham yashirincha otlar bizda bo'lgan. Shunday bo'lib nasldan naslga kelib o'tadi, mo'ylovmidan otvozlik. Mana endi boldaram xudo xolasa shunaqa otvoz bo'lyapti. Ot qorashni biladi, men onaveram hozir otlarni qorab, qormashni biladi, minishni biladi, Xudoga shukr. Mana 3-klasiga o'tdi bu yil xudo xolasa. Bu ot o'zini toy bosib bo'ladi, bu ham mo'ylov murutni qo'yadi.